inshaalloh umringlar chiroyli qilib Alloh kuch-quvvat bersin. Alloh oson qilsin. Umrani niyatida bor bu narsa. Kim niyat ko'ryapsiz, namoz o'qiyapti, niyat qilamiz, muqaddas Ka'baga yuzlanib, yolg'iz Alloh uchun bomdod namozini 2 rakat farzni o'qishni niyat qildim. Alloh akbar degan. Ro'zani mana tutding, nima deb niyat qilding? Tongdan toshxongacha yolg'iz Alloh uchun ro'za tutishni niyat qildim dediga. Endi umrani ham niyati bor. Mikotda niyat 2 rakat namoz o'qidinglar. Allohim sen uchun umra qilishni niyat qildim. Uni menga oson qilgin va uni mendan qabul qilgin. Nima uchun osonlikni so'rayapti? Mana shu mashaqqatlar uchun. Mashaqqatlarni Alloh oson qilishini duoda so'rayapmiz, niyatda so'rayapmiz. Endi inshaalloh mana hozir qilamiz, birga yuramiz. Bizni aytganimizni 3 soat qilib berib turasizlar. Alloh oson qilsa 3 soatda qilib bo'lamiz. Sizlar ihromdan chiqasizlar. Umringlarda inshaalloh katta haj savobi, payg'ambarimizdan haj qilgani savobi olasiz inshaalloh. Shu paytda inshaalloh oson qilsa bitta iltimos biza aytganimizni qilib berib tursanglar, juda ham oson bo'ladi. Hali niyatimizdagi duo bo'ladi. Alloh bizga oson qiladi inshaalloh umramizni. İnşallah qolgan kunlarda ibodatlar chiroyli qilib olasizlar. Charchamaydigan bo'lib, Xudo. Hojalar bitta duo qiling, oson bo'lsin, umramiz qabul bo'lsin. Hojalar duo qiling. Yoshing ulug' bor, ikki boshqalar. Duo qiling. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vel akibetul muttaqin. Esselatu vesselamu ala Resulillah. Ya Rabbi, özünü bir sathamdu sana. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatli selamlar, salavatlar canımız fido bo'lsin. Ya pok Parvardigorim, o'zingni baytingga, o'zingni muborak yeringga, yer yuzidagi eng muborak bo'lgan joyga Robbim, o'zing qadamlarimizni yetkazibsan Robbim. O'zingni baytingni, muborak joyingni go'zal holatda umra amallarimizni bexato, benuqson qilishlikka Robbim o'zing qodir qilgin. Gunohlarimizni mag'firat qilgin. Ularda ajrini inshaalloh qiyomatda jannat bilan Allohim bizlarni mukofotlagin. Allohim o'zingni rozi bo'ladigan amallaringga qodir qilgin. Gunohlarimizni mag'firat qilgin ya Robbil alamin. Allohim bu kelgan hojilarimizdan o'zing qadamlaridan rozi bo'lgin. Amallarini o'zing go'zal qilishlikni, Allohim oxiratda Allohim go'zal holatda mukofotlar bilan berishingni, ularning xizmatini davomli qilishlikni bizga ham Robbim o'zing nasib qilgin. Allohim neki amal qilsak o'zingni roziligi uchun qilishlikni nasib qil. Amin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar rohimin. Alloh barchalarga